Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga CY01 Smart Glasses ochkisini obzor qilib bermoqchiman. Hozir buni men ochdim. Salafonlaridan polniy holatda komplektatsiyada. Hozir ichida nimalar borligini ko'rsataman. Xo'sh, ochganimizda ichida zaryadchik bo'ladi. Hozir men yana olib tashladim. Zaryadchik o'ynagini artadigan o'rtachasi bor ekan. Quyoshdan himoya qiluvchi ikkita o'ynak va o'ziniki shaffof bo'ladi va qo'llanma kitobchasi. Xo'p, smart ochkimizni ochamiz. Bitta qo'lda videoga olayotganim sababli biroz noqulay bo'lyapti. Mana shunday holatda ochganimizda yoqadigan joyi mana shu yerda yoqadigan joyi bor. Bosib tursak mana shu qizilda yonadi. Yondi. Xo'sh, yongandan keyin buni telefonga ustanovka qilishimiz kerak. Ustanovka qilish uchun menimcha bu yerda mana shuni kiritsak programmasi chiqadi. Hey, mana shu yerda programmasi bor. Play Market yoki iPhone ishlatadiganlar uchun App Store'da bor. Yuklab olsalaring bo'ladi. Mana shu programmani o'rnatish kerak. Hey, Siam degan programma. Play Market'da ham, App Store'da ham bor. Bundan keyin qiladigan ishimiz, zaryad oladigan joyi mana shu yerda ekan. Shunday bo'lganimizda o'zi yopishadi. Mana shunday holatda. Yo'q, USB ga ulanadi. Zaryad oladi. Zaryad olganda mana shu yerda svit yonib turadi. Hop, ko'rib turganlaringdek ochkani ochamiz. Xo'sh, bu Siam degan programmani o'rnatdik. Ya'ni App Store'dan mana ko'rinyaptimi? Siam degan programmani o'rnatdik. Komplektatsiyada hamma narsasi bor. O'rnatganimizdan keyin endi buni yoqamiz. Mana bu qizil joyini bosib turamiz. Mana yondi. Demak, ochkimiz yondi hozir. Mana svit yonib turibdi, yondi. Endi mana buni programmasini kiritishimiz kerak. Hop. Razрешить. Buni biroz mana bunday holatda keltiramiz. Mana shunday. Razрешить. Выключить Bluetooth yoqing deyapti. Bluetooth yoqib qo'yamiz. Va o'sha avtomatik ulandi mana. Safa 77. Ulangandan keyin bunga kirdik. Xo'p, buni счет parol shart emas. Я прочитал согласен deb bosib turib va пропустить bitta bosamiz. При использовании приложения подключить устройство. Следующий. Уже topdi mana. Ochkimizni topdi. Ulandi. Соединить. Ulandi mana. Подключить. 52% zaryadi bor ekan. Начинать. Boshlash. Уже ochkimiz tayyor mana. Mana. Tepani bir marta bossak rasmga oladi deyapti. Bu yog'ini men o'zim tushuntirib qo'ya qolaman. Mana. Tepa qizil knopkani bir marta bossak rasmga oladi. 2 marta tez bossak, 2 marta mana ko'tarilib, 2 marta tez bossak video olishni boshlaydi. Orqadagisi diktafon yozadi. Undan keyin, hop, hozir buni taqib turib ko'rsataman.
Bo'ldi, bu ulandi. Albomda ichida mana hozirgina rasmga olingan narsalar. Mana bitta rasm, bitta video. Importda bitta bossak, bu yerga tushadi hozir. Mana hozir ulanib tashlaymi deyapti. Mana podключить bitta bosamiz, bu yerga tushadi. Hozir video ham tushadi, rasm ham tushadi hozir. Ulanda уже mana video ham rasm ham tushyapti mana. So'ng mana hozirga olingan video ham tushdi mana. Bo'lyapman hozircha. Tashqari tomonlar video olingan. Mana. Hop, ko'rib turganlaringdek, juda ham chiroyli ochki. Yozning issiq kunlarida qorasini qo'yib olsalaring bo'ladi. Juda ham oson ekan buni qo'yish va ochkini har tomonlama ko'rsatamiz. Mana yerda men ko'rinyaptimi? Chip tushadi deb o'ylagandim. Bu chip tushadigan teshik emas ekan o'zini. Nima uchun moslangan bilmadim, lekin chip tushmas ekan. Mana bu yerda. Telefonga ulanadi. Mana tamom. Hop, ekrandan turgan matasi bor, zaryadchik va bu. Hop. Ashula ishsa ham bo'ladi, telefon javob bersa ham bo'ladi, video oladi. Mana tomonlama qulay. Mana bu yerda ko'rib turganlaringdek qo'limizni bu tomonga bundoq silasak, ovozi ko'tariladi, bundoq silasak, bu tomonga ovozi pasayadi. Yana nimani aytish mumkin? Mana yerdan zaryad oladi. Mana yerdan mana bundoq qilsak zaryad oladi. Bu yog'ini USB ga ulanadi. USB ga ulanadi. Boshqa yana tushunmagan narsalaring bo'lsa kommentariyaga yozsalaring. Tushuntiramiz. Mana hozir tashqari tomonlarda videoga olyapman. Xo'p, endi narigi tomon videoga olinyapti. Ko'z qayerga qarasa o'sha tomonni videoga olar ekan. Videoga olyapman hozircha. O'zini kamerasida videoga olyapman va bu videoni ham qo'yib ketaman, xudo xolasa. Shunday holatda.